Kağıt alıp geldim size. Allah'ım indi şu kuda. Sizi bir reaksiyanızı gördük de endi. Reaksiya ko'rilam. Shu beqiliq ishlaringizni yig'ishtiring. O'ylasiz deb o'yladim-da. Ha? Yo. Ana bu kağıdını size alıp geldim. Başalar bilan mantiq qilib yeysiz. Oling. Ana choy iching qani, xudo? Issiqini. Nima rangi buni neti? Shifobaxsh bu, har xil dorilar qo'shilgan. Inson tanasiga foydali. İçing. Aya, endi shifo baxsh ekan, birinchi o'zingiz ichib ko'rsiting xudo. Qo'rqyapsizmi yo? Ha, endi reaksiyani tekshirishsin. Bo'ldi, tushundim men. Ana endi ichsam bo'ladi. Zahar bor, bo'ldi. Men ham ichmagandim. Biz bitta kuchuk oldik. Ana opa, ko'ryapsizmi? Kichkinagina. Shuni bir pachalaysizmi? Yo'q. Xudo karim. O'zi yuvosh u. Tishlaydi xudo. Tishlamaydi, yuvoshgina. Yo'q xudo. Men aytib qo'yganman, tishlamadik. Tishlamaymi? Yo'q. Yuz, sana. Nima? Dili khoni, Qo'ygan men qo'rqdim. Yatakkina. Sal qoldi tishlaydi, aytsangiz buni. Aytdim-ku. Iching yurak, zatak, iching. Iching qani? Yurak yoqda bo'ladimi? Yana shu zahar choydan berasiz. Bu, bu. Men xudo, o'yga ketaman. Qizingiz ovqat qilyapti. Ovqat ham yedim, choy ham ichdim, rahmat sizga. 3 yil bo'ldi xudo bo'lganmiz. 3 yildan men mendan qutulish harakat etasiz xudo. Kechirasiz xudo, mendan o'tdi ozgina. Endi hayot sinovlariga tayyormisiz, yo'qmisiz deb. Tayyorman xudo, meni sinamang, men tayyorman. Yaxshi yashasak bo'ladi-ku, bir inoq bilib, bir. Ey, bo'ldi xudo, kechirasiz. Qaytib sizga tuzoq qo'ymayman, o'ldirish harakat qilmayman xudo. Keling bitta. Xudo, shuni yaxshi yashaylik. Men olib kelgan kadidan kadimayda qilib yeng. Mantiq qilib yesangiz ham zo'r bo'ladi. U bir xislatli kadida u. Bo'ldi xudo, rahmat. Xo'p. dil bari oshiq manam, tu dar jon beravi, dil bari sar beravonam dilam. Tuzoq anam deb o'yladi xudo.